Rossiyadamizda bo'lmasam albatta tayyorlagan bo'lardim deb bo'sh kelish yo'q. O'zbekistondagi ovsinjonlarim, musofirdagi jaydari kelininglar bugun oshxonada mahoratini ko'rsatib bankka yopadi. Qani ketdik, lekin bitta narsani aytaman, umuman desam yolg'on gap bo'lib qoladi, lekin 28 ga kirib aynan bankka yopishim mustaqil bir o'zim birinchi marta qilib ko'rdim. Bankka kirishga va qolgan kerakli mahsulotlarni olib kelib oldik, so'ng ularni obdon ko'zdan kechirib, yuvintirib, bismillahirrohmanirrohim deb yeng shimarib ishga kirishdim. Men hayotimda bunaqa ishni aytganimdagi birinchi marta qilganimgami boshda juda ham qiziqib boplab tashlayman deb turdim, lekin kech ish boshlaganim uchun uyqum kelib charchab, osonmas ekan deb o'ylab qoldim. Men yaxshi ham 3 ta dona bankka bekitdim-a. Sezonida bitta bekitsa 100 ta 150 ta bankka yopgan ovsinjonlarim hozir bu gapimni eshitib, 3 taga shuncha vahimami? Men buni ko'zimni yo'q tashlayman-a, toba deyapsizlarmi? Bilaman, shu uchun ham o'zbegimni shunaqa mehnatni titivaradigan kelinjon ovsinjonlarim, sizlarga rahmat, respekt, gap yo'q, osonmas ekan. Xullas amallab kech 22:00 da boshlagan ishimni ozonga 3:00 da tugatdim. Videolar qilganimga ham sal cho'zilib ketdi. Nima bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin, ovsin, like bosib obuna bo'lib keting, aylanib ketay. Menga motivatsiya bo'lib, keyingi videolarimda inshaalloh kompotlab bekitaman. Rossiyadagi yashayotgan o'zbekistonlik Namanganni jaydari kelinidan butun dunyoni kelinjonlariga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Videoni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi videolarimgacha Allohga omonatsiz.